Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan hammada bittaga o'xshab chiqadigan keks tayyorlaymiz. Idishimizga 3 ta tuxum chaqib olamiz. 1 piyola shakar solib venchikda aralashtirib olamiz. Uni ketidan 1 piyola qatiqga 1 choy qoshiq soda solib, uni ham aralashtirib olamiz. 1 piyoladan sal kamroq yog' solib, uni ham aralashtirib olamiz va un solamiz. Xuddi videoda ko'rsatilgandek quyuqroq massa hosil qilamiz. Va oxirida 1 choy qoshiq razrixlитель solib, uni ham aralashtirib olamiz. Qolipimizni yog'lab, massani yarim qismini solib, xohishga ko'ra yong'oq sepamiz va massani qolgan yarim qismini ham sovib olamiz. Stolga 1-2 urib, 180 gradusga 20 minutga duxovkaga yuboramiz, ustilari qizarib pishguncha. Xohishga ko'ra ustini saxilni pudra bilan bezatib, dasturxonga tortishimiz mumkin. Ichlari bilan juda ham zo'r bo'lib pishib chiqadigan keks tayyor. Albatta tayyorlab ko'ring. Hammaga yoqimli ishtaha, to'liq retsept kommentariyada menga obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.